So'nggi yillarda respublikamizda avtomobil yo'llarini rivojlantirish, xalqqa erkin va qulay harakatlanish imkoniyatini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025 yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shahar va tuman ichki yo'llari, shuningdek, ko'priklar va yo'l infratuzilmasi sohasida ko'plab qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Loyihalar davlat byudjeti, investitsiya dasturlari, xalqaro moliya institutlari hamda tashabbusli byudjet dasturi orqali moliyalashtirilib, hududlararo transport aloqasini mustahkamlash va aholi uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida jami umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari 4172 kilometrni tashkil qiladi. Shundan 664 kilometri xalqaro ahamiyatdagi, 966 kilometri davlat ahamiyatidagi, 2542 kilometri mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llari hisoblanadi. Joriy yilda umumiy foydalanishdagi 442.8 kilometr yo'lni ta'mirlash uchun 268.1 milliard so'm yo'naltirildi. Yil yakunlariga ko'ra 393.8 kilometr avtomobil yo'lida rejaga nisbatan 89% qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Qolgan 49 kilometr avtomobil yo'llarida investitsiya dasturi doirasida rekonstruksiya ishlari davom etib, 2026-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan. Xususan, investitsiya dasturi doirasida davlatimiz rahbarining 2024-yil 24-dekabrdagi qaroriga muvofiq 3 ta obyektda, jumladan A380 G'uzor-Buxoro-Nukus-Beynov avtomobil yo'lining 698-723-kilometr qismini, D234 Nukus-Chimboy-Taxtako'pir avtomobil yo'lining Nukus shahri hududidan o'tgan 9.13-14.13 kilometrlari oralig'ini hamda D232 Nukus-Xo'jayli avtomobil yo'lining 4.1 va 11 kilometrlari qismida 94.9 milliard so'mlik qayta qurish ishlari belgilangan. Bugungi kunda rejaga nisbatan 74.8% ishlar bajarilgan bo'lib, hozirgi kunda qurilish ishlari ushbu obyektlarda bosqichma-bosqich jadallik bilan davom ettirilmoqda. Prezidentimizning Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi 248-sonli qarori asosida Qo'ng'irot-Mo'ynoq avtomobil yo'li, shuningdek, Nukus shahrini Taxtako'pir tumani bilan bog'lovchi avtomobil yo'lining jami 151 kilometri ta'mirlandi. Muhtaram Prezidentimizning respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tuman shaharlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi 132-sonli qaroriga asosan Qo'ng'irot va Chimboy tumanlarida 12 kilometr avtomobil yo'lini hamda bitta ko'prikni ta'mirlash belgilangan bo'lib, buning uchun 31.9 milliard so'm mablag' ajratilgan. Hozirgi kunda ushbu obyektlarda ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-martdagi qaroriga asosan Mo'ynoq tumanidagi 95 va 148 0.5 kilometr qismi hamda Beruniy tumanidagi D154 avtomobil yo'lining ayrim qismlarini kapital ta'mirlash uchun 17.5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Hozirgi kunga qadar ushbu obyektlarda 17.5 milliard so'mlik qurilish ishlari 100% ga bajarildi. Chimboy tumani hududidan o'tuvchi D233 avtomobil yo'lining 94.6 va 99.8 kilometrlarda joylashgan ikkita ko'prik foydalanishga topshirildi. A380 G'uzor-Buxoro-Nukus-Beynov avtomobil yo'lining Xo'jayli tumani hududidan o'tuvchi 787 kilometrda joylashgan bitta ko'prikda hozirgi kunda qurilish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Qorao'zak va Beruniy tumanlari hududidan o'tuvchi A380 G'uzor-Buxoro-Nukus-Beynov xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lining 673-698 kilometri, ya'ni 25 kilometrlik qismini sement-beton qoplama bilan rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Loyiha Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshirilayotgan bo'lib, uning umumiy qiymati 48.7 million dollarni tashkil etadi. 2025-yil boshidan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi umumiy foydalanishdagi yo'llarni ta'mirlash dasturi doirasida 62 ta obyektda, jumladan 393.8 kilometr yo'l va 2 ta ko'prik ta'mirlandi. Yo'l infratuzilmasining muhim qismi bo'lgan muhandislik inshootlarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish doirasida 6 ta ko'prikda 12 milliard so'mlik ishlar olib borilmoqda. Chimboy tumani hududidan o'tgan D233 86.9 kilometri va A380 avtomobil yo'lining 50 qala tumani hududidan o'tgan 607.9 kilometr qismidagi ko'priklar foydalanishga topshirildi. Hurmatli Prezidentimizning topshirig'i bilan Bo'zotov tumani va shimoliy tumanlarni bevosita Qo'ng'irot tumani bilan bog'lovchi ponton ko'prikni o'rnatish bo'yicha ishlar olib borildi. Aspantay ovul fuqarolar yig'ini Porlitog' aholi punkti hududidan o'tib turgan Amudaryo daryosiga ponton ko'prigi qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu asosda ikki qirg'oq o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatildi. Harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirildi. Xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatga ega avtomobil yo'llarida 1422 kilometr yotiq yo'l chiziqlari yangidan chizildi. 2698 ta yo'l belgilari yangilandi. Shuningdek, 27 ta qavariq piyodalar o'tish joylari tashkil etildi. Maktablar, bog'chalar va ijtimoiy obyektlar atrofida
piyodalar yo'lakchalari yangilandi. 12 ta svetofor va 2 ta yo'l ko'rsatuvchi elektron tablo o'rnatildi. 4000 dan ziyod katafotlar o'rnatildi. Bu ishlar aholining xavfsiz harakatlanishini ta'minlashga xizmat qiladi va yo'l harakatini sezilarli darajada qulaylashtiradi. Shahar va tuman ichki avtomobil yo'llari 2025-yilda jami 209 ta obyektlarda 337 kilometr avtomobil yo'llarini ta'mirlanishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 2025-yilda 294,5 kilometr qismida 234 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari olib borildi va qolgan 42,5 kilometrda 45,2 milliard so'mlik qismi 2026-yilga o'tuvchi obyektlar hisoblanadi. Xususan, investitsiya dasturi doirasida bitta obyektda Beruniy tumani Abay massividagi Urgut EIZga olib boruvchi 3 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarini qurish ishlari uchun 7,6 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bugungi kunda qurilish ishlari to'liq yakunlandi va foydalanishga topshirildi. Driver loyihalari doirasida 6 ta obyekt uchun 7,7 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, obyektlarning ijrochi korxonalari aniqlandi. Bugungi kunda 6 ta obyektda 7,7 milliard so'mlik qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Tashabbusli byudjet dasturining 2025-yil 1-mavsumi doirasida 89 ta loyihada 156,1 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarida 100,8 milliard so'mlik loyihalar g'olib bo'lgan edi. Bugungi kunda 156,1 kilometr uzunlikdagi yo'llarda 100,8 milliard so'mlik qurilish ishlari yakunlandi va foydalanishga topshirilgan. Qo'ng'irot-Chimboy tumanlarini kompleks rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida 9 ta obyektda 33,4 milliard so'mlik dasturga kiritilib, qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Bugungi kunda 10,6 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarida 28,1 milliard so'mlik qurilish ishlari olib borilib, 9 ta obyektdan 8 tasida qurilish ishlari allaqachon yakunlangan va bitta obyektda 2026-yilda foydalanishga topshiriladi. Tashabbusli byudjet dasturining 2025-yil 2-mavsumi doirasida 102 ta loyihalarda 156,5 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarida 126,3 milliard so'mlik loyihalar g'olib bo'lib, shahar va tumanlarning tegishli sessiya qarorlari qabul qilingan. Bugungi kunda 115,3 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarida 86,1 milliard so'mlik qurilish ishlari olib borildi. Qolgan 41,2 kilometr qismida qurilish ishlari davom ettirilib, 2026-yilda yakunlanishi rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston massivlariga olib boruvchi 2,2 kilometr uzunlikdagi Amudaryo – Ellikqal'a avtomobil yo'llarida 3,3 milliard so'mlik qurilish ishlari to'liq amalga oshirildi. 2025-yilgi ishlar sarhisobi shuni ko'rsatmoqdaki, Qoraqalpog'istonda yo'l xo'jaligini kompleks rivojlantirish bosqichiga kirdi. Strategik tranzit yo'llardan tortib, chekka mahalla ichki yo'llarigacha bo'lgan barcha loyihalar hududning iqtisodiy jozibadorligini va aholining yashash sharoitini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi